Gunohi kabiralarning navbatdagisi bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biri bo'lmish zinodir. Alloh taolo bandalarni zinoga yaqinlashishdan va zinoga sabab bo'ladigan ishlardan qaytarib shunday deydi: Zinoga yaqinlashmanglar, chunki bu buzuqlikdir, eng yomon yo'ldir. Al-Isro surasi 32-oyat. Rivoyat qilishlaricha, shayton qo'shinlarni yer yuziga yubora turib, qaysi biringiz bir musulmonni yo'ldan ozdirsangiz, uning boshiga toj kiydiraman deydi. Ularning eng fitnakorrog'i shaytonga eng yaqini bo'ladi. Ulardan biri shaytonning oldiga kelib, falonchini vasvasa qilavergan edim, oxir u xotinini taloq qildi deydi. Shayton: hech ish qilmabsan, u yaqinda boshqasiga uylanib oladi deydi. So'ng boshqasi kelib, falonchini vasvasa qilavergan edim, oxiri uni birodari bilan urushtirib qo'ydim deganida, u hech ish qilmabsan, yaqinda qaytadan yarashib oladi deydi. So'ngra boshqasi kelib, falonchini tinmay vasvasa qilgan edim, oxiri u zino qildi deydi. Shayton juda zo'r ish qilibsan deb uni yoniga chorlaydi va boshiga toj kiydiradi. Shayton va qo'shinlarining yomonligidan Alloh taolo o'z panohida saqlasin. Ato rahimahulloh jahannam haqidagi uning 7 darvozasi bo'lur oyatining tafsirida shunday deganlar: bu darvozalarning eng g'am tashvishlisi, qayg'ulisi, eng issig'i va eng badbo'yi bila turib zino qilgan zinokorlar kiradigan darvozadir.